Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudoolasa bugun 19-fevral 2025-yil. Xudoolasa mana Konsoydagi ishimiz davom etmoqda. Ko'ryapsizlar, mana oldilari ham bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, barkalarni ham tunuka bilan afishka qilib berganmiz. Xo'p, oq tunuka bilan pepelni tunuka ishlatilyapti bu yerda. İchkarilari ham bo'ldi hozir mana xudoolasa. Akamiz tilla lenta qo'yamiz dedilar. Mana tilla lenta qo'yilgan. Kubiklari shu o'zimizning kubidan bo'lgan. Xo'p, kimga mana shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar aloqaga chiqaverasizlar. Hozir mana endi xudoolasa mana darvozaxonaga qo'yamiz lensani. Mana darvozaxonaga qo'yiladi. Xudoolasa o'tdagi bitta kosmos bo'ladi. Chekkalarga patsvet yonadigan bo'ladi xudoolasa. Mana frontollari. Mana frontdan shu tunkalar bir xil aylanib ketadi bunaqasiga. Tunka shunday borib aylanib ketadigan bo'ldi. Hozir mana ustalarimiz nima frontdan qo'yishyapti mana. Shapkachani, pechkanikini, dimoqotnikini qo'yishyapti mana. Xavfsizlik nimalari ko'rilgan, mana umuman chumchuq kirmaydi, uyga solmaydi. Setka qo'yilgan mana hamma tomoniga. Umuman chumchuq kirmaydi. Xudoolasa zo'r mana. Polni banatlargacha qo'yilgan setkalari chumchuq kirib uy qila olmaydi. Mana aka. Bu tomonlari bo'ldi. Mana ko'ringlar. Tarnovlarni ham o'zimiz qo'yibmiz noldan. Atliflari qo'yilyapti. Juda ham chiroyli qilib xudoolasa mana qurilyapti. İşimizga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Nima xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar aziz tomoshabinlar. Biz xizmatdamiz doimo. Mana. Ana, chot tushdi mana. Birga bir tushdi mana, ko'ryapsizlarmi? Setkalar umuman chumchuq kirmaydi. Xo'p, aziz tomoshabinlar, mana Konsoydagi ishimiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa ham mana ko'ryapsizlarmi? O'rtasiga tilla rangli nimalar kombinatsiya qilib qilingan. O'rtasi ochiladigan bo'lgan двойной положение, ikki положениyaga ochiladi. Ham bunaqasiga ochiladi, ham bunaqasiga ochiladi. Ha, mana aka. Burchalari kelib aylanib ketadi. Katta frontollari o'zi o'tib ketadi. Mana ko'ringlar. Ish sifatiga xudoolasa javob beramiz. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Eshiklariga ham mana aynalariga nima tashlangan, gul tashlangan. Mana darvozani qilamiz endi. Xo'p, mana bu uyimizni polni ko'rinish qismi aziz tomoshabinlar, bu ko'cha tomoni. Mana shu yer ko'cha. Mana bu tomoni ham ko'cha. Bu tomondan kelinadi. Xo'p, bu akalarning uyi ekan. Ana turgan. O't mana bu turgan. Ana bu ukalarning uyi ekan mana. Xudoolasa buni ham qilamiz deyishyapti. Hozirgi ishimiz mana aziz tomoshabinlar. Polni qilinmoqda. Ana shu ko'rib turgan fasonilarni 50 somondan qilinmoqda. Tunukani ketgan kvadratga xizmat haqqisi bu. Usta haqqi tunukani ketgan kvadratga 50 somondan. Tarnovi 1 metrni yasab qo'yish 40 somon, 35 somon, 40 somon shunaqa. 1 metrni yasab qo'yish. Nimaga kirishdan keyin yasab qo'yish qiyin bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar, chiroyli qilib baqvat qilib qo'yish kerak bo'ladi. Shunga mana 1 metrni 1 metr tarnovini, o'sha silifini 35 somon, 40 somondan yasab qo'yamiz. Atak tunuka fonlarni 50 somondan qilinmoqda hozir. Prostoy joylari. Darvozaxonamiz 70 somondan qilinadi. Demak, u yerga kosmos bo'ladi. Uyimiz polni aylanasiga bo'ladi xudoolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Aziz tomoshabinlar, sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Xudoolasa like bosgan qo'llaringlar dollar sanashdan charchamasin. Doimo sog' salomat bo'linglar. Like bosib videoni tarqatib qo'yamiz. Podelitsiya qilib, istoriya qilib qo'yamiz. Doimo sog' salomat bo'linglar aziz tomoshabinlar.